Bugungi videoda biz achchu tovuqlarni yeb ko'ramiz. Bugun bizada Tanuki, Lok, Wok, Lesalis va KFC bu spiskani bizga ChatGPT qilib berdi. Endi yeb baho berib qo'ygan. Sizlar bilasiz, Adzeyo Koma. Bugun o'z achishtiramiz. ketdi. Birinchisi bizda KFC hamma biladigan. KFCda aslan achchu bo'ladi. Endi hozir buni sizlar bitta ko'rinishiga ham baho berib ko'rasiz. KFCni endi yeb achchuligiga mazasiga baho berib ko'ramiz. Buni ustida ko'rinishida mana qaranglar. Qirsildoq hamma narsasi zo'r, sochniy bo'lib turibdi. Yog'lari o'z merasida ko'rinishiga bitta baho beringlar. Shunaqa bo'lishi kerak. Tilla rang bizga o'xshagan. Mana qaranglar. Lifehack. KFCning bitta tarafi yoqadigan tarafi yeyishingiz bilan sразу achchu kelmaydi. Такой приятный achchu bo'lib chiqadi, lekin og'izda achib ketadi. Lekin KFCda achchuli ham yeyishlikda, yomon achchu emas. Mazani qochamaydi, mazasi yaxshi. Ishtahani ochib boraveradi, yana yeyishga uradi. Tortadi. Keyin kechasi maza qilib o'tirasiz. Telefon o'yna. Sadzoy bahoy. Mani bahoyim keladigan bo'lsa 10 dan 9 ball beraman, men favoritlarimdan. Achchuligiga keladigan bo'lsa 10 dan 3, mazasi 10 dan 9. Ikkinchi bo'lib bizada luk bo'ladi. Buni xalq orasida juda tarqalgan. Menimcha men KFCda achchu bo'ladi deb o'ylamayman lukka. Souslarga baho. Voy, sous qo'shib olishdi. Zakaz qilinmagan edi lekin. Chiroyli ham narsa. Bu narsasini to'kmasligim uchun. Rahmat. Endi ichidan yaqinroqdan ko'rasizlar bitta. Hop, sousini sostavini o'qib chiqdim. Men bitta sousni Mix Max degani, garchicha, limon, asal bor bo'tdi, ketchup bor ekan. Endi mazasini bitta yeb ko'ringlar. Cho'ta ismidan qiziq o'xshayapti, ko'rinishlari ham mana. Yaxshi qilingan, chala bo'lib qolmagan. Endi yeb ko'ramiz. Tamam. Zo'r souslar shunaqa chiqishgan. Og'izga achchuli beryapti. Achchuli qanaqa o'rtada bu ham, qanaqadir balans ushlagan. Lekin baribir ketidan ulavermasangiz, og'iz qanaqadir achchu qanaqadir boshi triyoga boshlayapti hozir. Gapimga ahamiyat bermaysiz, ozgina didillarim bor o'shaning uchun. Lekin vashi zo'r. Sana gaping. Sousga keladigan bo'lsa, achchulini yo'qotib qo'yadigan sous qanaqadir shirinagan. Lekin KFCda achchu emas, lekin normalniy sal achchuligi bor. Menga juda ham achchuli qildi. Bahoying keladigan bo'lsa, Achchuli bo'yicha 10 dan 7 ball beraman, tamga keladigan bo'lsa 10 dan 8 ball beraman. achchuli bo'yicha men 10 dan 2 ball beraman, tamiga 10 dan 7 ball beraman, unchalik achchu emas ekan. Uchinchi bo'lib endi biz wok yeb ko'ramiz. Qani wok achchu bo'larmi ekan? Men fikrim achchu deb o'ylayapman. Wok o'zini qanaqadir stikerlari bor. Kam, lekin achchu deb o'yladim. Qani endi video yaqindan bitta sizlar ham ko'ringlar. Endi buni bitta yeb ko'ramiz. Cho'ta achchuga o'xshamayapti. Ichida kamroq ekan, ustida panirovkasi yo'q. Yog'da qovurilgan bilinyapti, sariyog'ga o'xshayapti. Chiroyli qip-qizil pishgan. Qaranglar, lekin yog'i ozgina ko'proq ekan. Shunisiga rahmat berdim. Yomon yog'li ekan bu. Achchuliligini bilmadim. Yo, ozgina kutgan. Sekin olib borarkan. Voh, achchugan, rostdan achchugan. Ozgina kutgan. Sekin olib boryapti. Koma qizarishidan bo'lsanglar bo'ladi bu narsa. Voy, rostdan achchugan. Chaqib tashyapti. Sekin chaqyapti. Voy. Bilmadim, men boshqacha effekt berdim. Ozgina tilda bor effekt, lekin unchalik achchu emas. Ozgina kutgan ko'ramiz. Bo'pti, bahoyim edi. Men bahoyim keladigan bo'lsa, achchuli bo'yicha 7, mazasiga 6, yog'i ko'p ekan. Yog'li bo'lib qolibsa. Mazasiga keladigan bo'lsa 10 dan 5 ball beraman, achchuliga keladigan bo'lsa 10 dan 2 ball beraman, chunki unchalik sezilmadi. Вкусовой retsep har xil bizada bilmayman, ya'ni bunga achchu, menga achchu emas. Qiziq. 4-chi bo'lib bizda Tanuki. Lekin bu 3tadan keyin sekin tellab sal qizaryapman. O'sha achchuligi bilinyapti, achchuni shunaqa yomon ko'raman o'zi. Umuman yemayman.
Wow! Mehr verishdi lekin. Suturtda g'alayam. Respekt. Endi bitta ochib, ichini ko'rsataman. Yoshlikda mana shunaqa podarka berishardi yangi yilda. Ichida konfetlar chiqib kelardi. Необычно она. Оформление. Buni men yemayman, chota. İçinde garim dorilar turibdi. Voy. Yaqin kadrdan ko'rsatib yuboramiz. Yana bizga qo'shimcha nabovlar berishdi, nimadir? Xo'p, bu yerda palchkasi bor. Bilasizlar, oldingi videoda aytganman, palchka ishlatishni bilmayman, shuning uchun buni sadzaga beramiz. Конечно. И o'zida влажный salfetka. Qora rang palchka bilmadim. Uncha qo'shishmaydi u narsani. Yumshoq, qip-qizil bo'lib turibdi. O'zi hidini o'zi bittada ochganimdek berdi menga, achchuligi. Shu turshini qaranglar. Gap yo'q. Boshi yumshoq. Вообще приятно. Erotdi bor. Nishing hali achchiq sezilmadi. Azin kutiydi, effekti bo'lar. Men juda ham yoqdi bor. Hammaga maslahat beraman. Sochnost, yumshoqlik, оформление, внешний вид. Respekt. Mana buni qarang. Achchuligi endi sekin kelyapti. Ana dov ichgandan keyin sekin ta'sir qiladi. Shunaqa kelyapti achchuligi. Voy, yondiryapti-yu. Ozgina kutgan mazza qilasan. Voy. Men bahoyimga keladigan bo'lsa, achchulik bo'yicha bu 10 dan 8 mazasi 10 dan 10 вообще приятный, lekin yomon achchu. Sadzayo. Mani ta'miga keladigan bo'lsa 10 dan 12 ball beraman. Juda ham yoqdi. Achchulik men unchalik sezilmayapti-yu. Lekin ikkita chetdan yonyapti. Ani tilga lekin bermayapti. Ikkita chetga qanaqadir beradi. Необычный qanaqadir. Bahoyim keladigan bo'lsa, achchulik bo'yicha 10 dan 6 ball beraman. Idealiy balans ushalgan. Va bizda eng oxirgi 5-inchisi, bilasiz, ko'p tanishlarim aytadi, yeb ko'rganlar achchu deyishadi. Men hali yeb ko'rmadim. Endi birinchi marta yeb ko'raman. Qani bitta baho berib ko'raylik. Tok ichigina, tok. Upakovkasi yaxshi. Chiroyli upakovkada olib kelishgan. To'kilib ketmagan qilib. Ko'rsat. Va ko'rinmaydi, mana endi sizlar yaqindan bitta ko'rib olasizlar. Endi biz lesalsiga baho berib ko'ramiz, qani. Ko'rinishlari lekin chiroyli, zolotistskiy qilingan. Mana qaranglar, panirovka juda ham ko'p. Ozgina upakovkasi boshqacharoq bo'lganda qarsilab kelar ekan. Lekin uni plotnab qo'yishgan ekan, bundan qolgan. Yani turshini qaranglar, qizil joylari ko'p juda. Achchiga o'xshayapti. Lekin shunaqa og'zim bo'lib qoldi baba. Achchuni ham yo'q bo'ldi yo. Nima yo'qdi? Menga umuman yo'qmadi. Lekin achchuli bor bilamayapti. Yondirmayapti, lekin bilamayapti. Achchulikning vashi bilinmayapti, brat. Menda sal bor. Endi sadzayo, mana подписчиклар ko'ryapti. Mana shu video o'zimizda mana bak 1000 ta like yig'sin. Juda ham achchularini topib, ustiga yana achchu souslarni qo'yib yeymiz. Hozirmizdan 1000 ta like-ga eng achchig'ini mana shu Toshkent, O'zbekistonda eng achchu tovuqlarni topamiz. Kelishilmagandi bu narsa. Bu achchuliklarni men o'zim o'qib chiqdim. O'zim ichqorida topsa bo'lmaydigan achchuliklar bor. Ustiga tabaska, chili, yana ko'p narsalarni qilib yeymiz. 1000 ta like-ga. Like bosib qo'yinglar, obuna bilan esdan chiqmasam. Go. Men bahoyim keladigan bo'lsa, mazasiga 3 beraman, chunki yog' kelyapti, lekin achchulik kelyapti, o'sha mazasi bizil bo'lgan, achchulikka 5 beraman. Sadzayo? Ta'mi yumshoqqina. Yo, ko'proq, lekin yesa bo'ladi. Lekin achchulik hech bilinmadi. Shunday atelatdan ko'rayotgan bo'lsanglar, narsasini yegaman, terisini, panirovka, achchulik bilinmadi. Ana bahoyim keladigan bo'lsa, tovuqni o'ziga 10 dan 7 ball beraman. Achchulik keladigan bo'lsa, ondan 1 ball.
ko'rdinglar 5 xil taomni yeb ko'rdik. Endi bitta sabr tilaysizlar bizga. Kechasi qiyin bo'ladi. Menga eng yoqqani mazasi bo'yicha, achchuli bo'yicha tanuki bo'ldi. Vashi idealni. O'zingiz uchun yeb ko'ringlar, tavsiya beraman. Bu hammasi o'zimizdan shaxsiy fikr, reklama emas. Satjayo, Mani ham fikrim xuddi shunaqa. Tanuki mening favoritimga aylandi. Yani dalish o'zim aytib boraman. Bugungi rolikimiz yoqqan bo'lsa, like, подписка. komment esdan chiqmasa, baho keladigan bo'lsangiz, mana keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.